Assalomu alaykum Fono mebel obunachilari. Mana navbatdagi oshxona mebelimizni Sharxonda MTS mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Bu ishimiz общий metri 6,5 metrga tayyor G-obrazniy holatda bo'ldi. 6,5 metrning ichida bu chekasiga mana xolodilnik, bu joyiga mikrovalnovkani, bu joyga burchagiga mo'ka, tepasiga sushilka qo'yib ketdik. Mo'kadan keyin g'aladon tashladik. G'aladondan keyin mana gazi tepada vitichkasi bo'ldi. Bu ochiq joyiga kir mashina holatda tayyor bo'ldi. Bu chekasiga mana tagiga gaz ballonlar qo'yilsa ham bo'laveradi. Kattagina joy, tepasiga mana aristonini o'rnatib ketdik. Bu joyga aristonni kattasini qo'yaman deganiga kattaroq joy tashlab ketdik. Xo'p, bu ishimizni har doimgidek rossiyskiy stolishniцы, vakuum sharniy, eshigini chekalari rezinoviy kromka, orqalari granit holatda tayyor bo'ldi. 6,5 metrga, balandligi 240 sm bo'ldi. Bu ishimizni pagana metrini 2,400,000 so'mdan chiqarib berdik. Olib kelib ustanovkalari ichida bo'ldi. Gaz vitichkasini pulini egasi o'zi beradi. Bizda mo'kasi, granti, qo'sh soladigan pastavkasi ichida bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana ishlarimizni xudo xolisa sifatlisini olib kelib qo'yib beramiz. Mana qoshiq pastavkasi, bu mo'kasi, tepada mana sushilka. Xo'p. Mana gazlari ham xudo xolisa xizmat qiladigani, tepasiga 2 motorlik vitichkalari. Xo'p, xolodilnikning tepalari ham mana kattagina bo'lib tayyor bo'ldi.